Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Plus. Komil karam eshitdim deyotdi, boshqa narsa eshitdimikin? Men mahallaga qaraychi. Mana bugun biz mahallani obod qilish maqsadida, ana yovvoyi bo'lsa ham, o'sha og'ulantiruvchi o'tlarni yoqib tashlayapmiz. Bu birinchi o'rinda mahallani obod qiladi. Giyohvandlik asr vabosi, giyohvandlikni biz oldin yo'qotmani uni kuldirib yuboryapti dedi. Odam o'zi ham kulaveradi. Mana 1 kilo olma tort nevaralarga. Xo'p bo'ladi, rais va? Yaxshidan tortib beraman. Xo'p bo'ladi, 1 kilo deb o'tsa? Ha. Jicha ko'payib ketibdi-da. Yana ko'payib ketdi. Qani rona 1 kilo bu? Ho'kiz, buni olmayni kim yeydi, mana olmayni. Mahallada boshqa darbiyatlarni yo'q qilishim kerak. Tushunmadim, kim bu darbiyat debsan? Hey! Davay ishtiqil. Ya, indirjit, astoydil. Rais boy, assalomu alaykum. O'g'lim Rossiyadan pul tashlagan ekan. Shuni bankka ketyapman yechgani. O'g'ling zamon bilan anapas bo'ladimi, yo'qmi? U kallasini ishlatadimi? Milliy Pay degan ilova bor. App Store bilan Play Marketda shunday tortib olsa, Rossiyadan turib dunyoning lubboy davlatiga pul o'tkazmalarini amalga oshirsa bo'ladi-yu, ho'kiz. O'zbekistonga Uzkart, Humo, Visa kartalariga naqd pul tashlasa bo'ladi. O'g'ling Rossiyadan turib uydagi kommunalkalar to'lab qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir ularda zo'r konkurs ketyapti. 15 ta A17 telefonni o'g'ling yutib olishi mumkin. O'g'lingga ayt Milliy Pay tortib olsin. Bo'ldi, hozir aytaman. Ayt. Qovun keldi, qovun. Ya'ni qovun sotadigan nima tirjayapti? Qo'yag'lar hali tutunda hali ham o'chirmadimi deyman-da. O'chir! Buzilgan aladanni ko'ramiz. Assalomu alaykum, taksi chaqiruvdingmi? Maki, Ishq tinchlik bo'lsin-da. Assalomu alaykum. qo'y jicha pasroq akala. Bo'ylovdala kalta ekansan-ku. Menga aytsa paslika olib beradi. Bo'ldi, shefim, hozir. Odiyga paslika bor. Olib ketamiz. Paslika 4 ta qurtob bilan 2 ta patir emas. $200,000 pul. Vaqtida yetib bormasa, qaynab tashlaydi. Akalar ishini o'ringlar. Ko'zimni qorachig'idek asrab olib boraman. Ukajonim bunaqa pulni ko'rgandan keyin tomog'ing qurib qoladi-da. Mana yo'lda raya suvlarini ichib ket, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Zamzam suvi qo'shilgan. Xo'p bo'ladi. $200,000 ha? Hamma joyimdan ter chiqib ketyapti-yu. Bitta zo'r ideya bor. Voydot, 50,000 ga bitta cho'tki marka olaman. 100,000 ga uy olaman. Yana 50,000 ga mazza kayf qilib yashayman. Buni yahvoraman. Alvido 10,000lik Gentra. Assalomu alaykum, $200,000. Mashinam yonyapti. $200,000. Alo aka. Palakat ekanda yo'lda mashinam yonib ketdi. Ichida sizni pullaringiz ham yonib ketdi, jon aka. Uka, kenayzam pulni paketini beraman deb musur paket berib yuboribdi. Hamdardlik tilayman. Ana uni mashinasi yonib ketibdi. Voy, tars qovun po'chog'i bor ekan, mollarimga beraman. Voy, mayda qog'oz ham bor ekan. Makilaturaga topshiraman buni. Kapska bor ekan. O'zimni razmerim ekan, mazza kiyib yuraman. Voy bola, mana uni ushab turgan. Ko'z tegmasin, qishlog'imiz juda chiroyli-da. Biz to'choq sigaret chekyaptimi? Hozir gavanni chektiraman. O'g'lim meni chekib qo'yganingiz uchun jazo turini o'zingiz tanlaysiz. Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Ha, bo'pti, o'tirchi. Ammo yana chekadigan bo'lsang, qahmanda o'qilamanmi, tushundingmi? O'qishing nima bo'ldi? Kira olmadim, 62 ball to'plabman. Ha, mana prezident qarori bilan ochilgan Turkiy davlatlar xalqaro universitetiga o'qishga topshir, DTMdan 60 balldan yuqori ball olgan bo'lsang bo'ldi. Imtihonsiz o'qishga kirasan. Rosta. Joylar soni kam qolgan. Bor, tez topshir. Akang qani? Ko'milga ketgani? Qo'yaq abetda ketadi-yu bu.
Aylantir. Aylantir. Ot endi buni. Ot. Ot, parosatli yo'q. Ovqat qilishni ham bilmaydi. To'ydan oldin o'rgatmaganmi ovqat qilishni oni? Qo'ydi qo'ltig'i. Mana tuxum sosisga, non, shakar, choy. Sen ovqat qilishni o'rganganingda yeysan. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ovqat qilishni bilmasang ham yig'ishtirishni bilasan ekan-a? Nimani tushirdingiz? Yo'q, hech narsani tushirganim yo'q. Aliga, seni o'qishga kiribdi, endi bizani ketib turadi. Assalomu alaykum pochcha. Ko'zing yo'layam o'ldi, sen o'qishga kira olmading-ku? To'g'ri, 65 ball bilan o'qishga kira olmadim. Lekin Turkiy davlatlar xalqaro universitetiga DTMdan 60 balldan yuqori ball oladigan bo'lsa, imtihonlarsiz talaba bo'lsa bo'lar ekan. O'sha yerga kirdim. Ha, hozirgi yoshlarga sharoit zo'r yaratilganda, biz paytda o'qishga kira olmasak, keyingi yilni kutardik. Ishqilib sen ovqat qila olasanmi? Voy, ha, bilaman. Vobshe ovqat qilmagansan-ku? Sizga nima? O'chir ovozingni. Pochcha, bugun nima ovqat qiling? Yo qudratingdan, biz uyda ham ovqat qilinadigan kunlar bor ekan-a? Nima ovqat qilsanmikin? Ha, bilganingni qil. Unda uxlayman. Yashamayli ekanda, onang.